Fatima nihoyatda axloqliq va diyonatli qiz edi. Uning bir savoqdoshi bo'lib, o'zi oq ko'ngil, yaxshi qiz edi. Lekin u Fatimaga o'xshash diyonatlik emas edi. Uchuq kiyimlarni kiyatdi. Fatima uningga asta-asta chiroyliqcha tushuntirish orqali uni hidoyat yo'liga boshlab akirdi. Bu qizda nihoyatda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. U hozir namozni o'z vaqtida o'qiydigan, islom o'lchamiga muvofiq kiyinadigan diyonatlik bir qizga aylandi. Qur'on o'qishni o'rgandi. Hadislarni o'qidi. Bu qiz Fatimadan nihoyatda xursand bo'lib, doim oilasida hidoyatiga sabab bo'lgan Fatimaning yaxshi gapini qilatdi. Fatimaning yaxshi gapini ko'p anglagan qizning akisi Fatimaga qiziqib qoldi va singlisini yo'qlaganini bahona qilib, Fatimani ko'rish uchun universitetga pat-pat keladigan bo'lib qoldi. Fatima yigitning qarashlaridan o'ziga diqqat qilayotganligini sezib qoldi. Yigit oxiri Fatima bilan to'y qilishni qaror qilib, buni singlisiga aytdi. Singlisi nihoyat xushal bo'lib, do'sti Fatimaga akisining uning bilan o'yinlish niyati borligini aytdi. Fatima mo yaxshi ifoda bildirdi. Bir kuni Fatima kutubxonada kitob o'qib o'tirganda tuyuqsiz heliqi yigit paydo bo'lib qoldi va Fatimaga to'y taklifi qo'ydi. Fatima yigitga mundaq bir ahvolni aytdi. Men sizga bir sirni deb beray, omonat bo'lsin. Bu to'yni qiling yoki qilmang, hech kimga aytmang. Yigit omonatni saqlashga va'da berdi. Fatima, men yaqindan beri shakar kasaliga giriftor bo'lib qoldim. Shunga siz bu talabingizni qayta o'yinlab ko'ring. Bu xabar yigitga chaqmoq chaqqandek tuyuldi. Ertasi yigit qiz bilan uchrashib mundaq dedi. Ko'rguningizdek, men sap-sog'lom bir yigit. Sog'lom qiz bilan to'y qilib, sog'lom farzand ko'rishni xohlayman. Siz o'zingiz aytgandek, davolig'i bo'lmaydigan kasalga giriftor bo'libsiz. Shunga taklifimni qaytarib olay. Kechiring, deginicha ketib qoldi. Fatima yigitning javobidan qayg'urdi. Tushkunlashdi. Bağansiri sağlamlıqı nacharlashib, kundan kunga o'rin tutib yetib qoldi. Yigit bo'lsa qizning omonatiga xiyonat qilib, uning sirlarini do'stlariga aytib tarqitib etdi. Yigitning singlisi akisining sir saqlamay, Fatimaning kasalini oshkorlayotganligini anglab, to'liq qayg'urdi va uningga payg'ambar alayhissalomning munu hadisini eslatib qo'ydi. Aka, esingda bo'lsin, 4 türlük ish bor. Har qanday kishida bu ishlarning hammasi tepilsa, haqiqiy munofiq bo'ladi. Agar ulardan birisi tepilsa, toki uni tashlamaguncha munofiqdan bir alomat bo'lgan bo'ladi. Buning birinchisi omonat qo'yilsa xiyonat qilish, so'zlaganda yolg'on so'zlash, va'da qilsa xiloflik qilish, jidallashsa ig'izini buzish. Fatimaning dadasi qizining kundan kunga tushkunlashib ketayotgan ahvolini ko'rib, uning azobini yengillatish uchun umr hajga birga elib chiqdi. Fatima ömür haj jarayonida yaşangan bir ayolning nihoyat usab qiynalib ketganligini ko'rib, uningga suv akilib berdi va yordamladi bo'ldi. To'satdan ayolning o'g'li kelib Fatimaga rahmat etdi. Bu ayolning o'g'li nihoyat axloqli, taqvodor yigit bo'lib, onasiga nihoyat vafodor edi. Fatima ömür jarayonida bu ayol bilan kundi degidek uchrashib mundashdi. Bu ayolmo Fatimani yoqtirib qolgan edi. Fatima ömrni oyoqlashtirib, yurtiga qaytib kelgandan keyin haliqi ayolning o'g'li Fatimaga o'yinish taklifini berdi va uning shakar kasali ekanligini, onasidan allburun bilganligini, uningga hayotining oxirigacha yordamchi bo'lganligiga va'da berib, uni xotirjam qildi. Fatima qo'shildi. Ular to'y qilib, umoq bir o'g'il tug'ildi. Kunlarning birida Fatima universitetdagi qiz savoqdashi bilan uchrashib qoldi. Savoqdashi akisining ma'lum bir qiz bilan to'y qilib, uningdan mayib bir bolaning tug'ilganligini, yigitning ig'ir kasal bo'lib yetib qolganligini, ayolining bo'lsa bolasi va kasal yo'ldashini tashlab ketib qolganligini aytdi va Fatimadan akisini afu qilishini va duo qilishini so'radi. Chunki u akisining barbod bo'lishining sababini Fatimaga qilgan xiyonatining jazosi deb qaraydi. Fatima nihoyat oq ko'ngil qiz edi. U yigitning shifoliq uchun duo qildi va uni kechirdi. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Sizlarga, ya'ni jininglarga yoki milinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohlarni afu qiladi. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'st yoki madadkor yo'qdir.